Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Dastlab ko'rsatuvimizning qisqacha sharhi bilan tanishing. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i qabulida 40 ga yaqin fuqaroning murojaati tinglandi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish, xizmat intizomi va taqdirlash Ichki ishlar boshqarmasida navbatdagi video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Buxoro tumanida shaxsiy tasvirlarni tarqatish bilan qo'rqitib 2000 AQSh dollari talab qilgan shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Ko'chalar, bozorlar va avtoshoh bekatlarida nazorat. Buxoroda patrul post xizmati xodimlari profilaktik reydlar o'tkazmoqda. Romitan tumanida taqiqlangan kannabis o'simligini ishlayotgan shaxs aniqlandi. Kogon shahrida navbatdagi gashish va marixuana saqlash holatiga chek qo'yildi. Jondor tumanida qonunga xilof ravishda giyohvand o'simliklarni parvarishlab kelayotgan shaxs aniqlandi. G'ijduvon tumanida hamkasbining plastik kartasidagi pullarni o'g'irlagan shaxs ushlandi. G'ijduvonda xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri doirasida profilaktik uchrashuv va mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Buxoro viloyatining Vobkent va G'ijduvon tumanlarida pasport, viza tadbirlari o'tkazilmoqda. Endi o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak. Hafta davomida jami 195 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, shundan 136 tasi fosh etilgan. Sodir etilgan jinoyatlarning 28 tasi firibgarlik, 16 ta o'g'rilik, 5 ta yo'l transport hodisasi, 146 ta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar organlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qidiruv maxsus tezkor profilaktik tadbiri davomida 10 ta qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan aholi bilan yaqindan muloqot qilish va joylardagi ijtimoiy huquqiy muammolarga qonuniy yechim topish maqsadida navbatdagi shaxsiy qabul tashkil etildi. Hozir shu haqda. Ochiq muloqot davomida 40 ga yaqin fuqaroning murojaat va takliflari tinglandi. Fuqarolar asosan tergov va surishtiruv ishlarining borishi, uy-joy bilan bog'liq firibgarlik holatlari hamda o'zaro pul oldi-berdi nizolari bo'yicha amaliy yordam so'rashdi. Shu bilan birga kelib tushgan arizalar orasida avtoavariya oqibatlari, fuqarolik ishlari bilan bog'liq masalalar, kiber jinoyatlardan jabrlanish hamda ichki ishlar organlariga ishga kirish kabi mavzular ham o'rin oldi. Har bir holat mas'ullar ishtirokida tahlil qilinib, tezkor hal etilishi mumkin bo'lgan masalalar shu yerning o'zida ijobiy yechim topdi. Qo'shimcha o'rganish va ma'lum vaqt talab etiladigan murojaatlar yuzasidan tegishli xodimlarga aniq muddatli topshiriqlar berilib, ularning ijrosi boshqarma boshlig'ining nazoratiga olindi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan juda katta xalqchil siyosat va inson qadri uchun degan katta bir yo'nalish siyosat o'z amalida o'zini ro'yobga chiqqanini biz ko'ryapmiz va bugungi kunda mana shaxsan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'zlari aholi bilan bevosita uchrashib, ularning dardini tinglab, bu yerda turli maslahatlar berib yoki masalalarni hal qilishda mana guvoh bo'lib turibman. Mana o'z masalam bo'yicha murojaat qilganimda haqiqatan ham juda bir insonga munosib bir munosabat qilib, insonparvarlik nuqtai nazaridan qarab, mana masalamga ham xuddi shunday bir ijobiy hal qilishga erishildi. Ichki ishlar xodimlariga, boshliqlariga katta rahmat aytaman va bu yana bir marta takrorlayman, muhtaram prezidentimizning inson qadri uchun bo'layotgan siyosatlarining amaliy bir natijasi va ko'rinishi deb hisoblayman. Bu kabi shaxsiy qabullar fuqarolarning o'z haq-huquqlarini ortiqcha ovoragarchiliklarsiz tiklashga yordam berib, xalqning huquq-tartibot posbonlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Joriy yilning 6-iyul kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i raisligida navbatdagi video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbir an'anaga muvofiq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi sadosi ostida boshlanib, unda boshqarma boshlig'ining o'rinbosarlari, sohaviy xizmat rahbarlari hamda tuman, shahar ichki ishlar organlarining barcha shaxsiy tarkibi joylardagi studiyalardan ishtirok etdilar. Yig'ilish kun tartibiga ko'ra dastlab joriy yilning 6 oyi yakuni hamda respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarlik
kaltaklarining barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Xususan, oylikning 5 kunligi doirasida amalga oshirilgan tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar natijasida giyohvandlik yo'nalishida 61 ta, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida 249 ta, korrupsiyaga qarshi 324 ta hamda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish yo'nalishida 104 ta holat aniqlandi. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 10 nafar shaxs ushlandi. Bedarak yo'qolgan 7 nafar fuqaro topildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar tanqidiy muhokama qilinib, kelgusida jinoyatchilikni jilovlashda xodimlarning mas'uliyatini yanada oshirish lozimligi ta'kidlandi hamda amalga oshirilgan ishlar tahliliga alohida e'tibor qaratildi. Navbatdagi masala sifatida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yo'l qo'yilgan salbiy holatlar, ijrochilik va xizmat intizomiga rioya etilish holati ko'rib chiqildi. O'z xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi hamda belgilangan tartib qoidalarini buzganligi oqibatida intizomiy tartibda jazolangan xodimlarning xatti-harakatlari muhokama qilindi. Tadbir so'ngida o'zining xizmat faoliyati davomida yuqori natijalarga erishgan xodimlarni taqdirlash hamda navbatdagi maxsus unvonlarni topshirish marosimi o'tkazildi. Men Jondor tumani Denov mahalla profilaktika inspektori bo'lib faoliyat yuritib kelaman. Shu kecha kunduzda kiberjinoyatchilikni oldini olish bo'yicha mahallamda o'zimning o'sha shaxsiy Instagram tarmog'i akkauntimni ochib, videoroliklar joylab, o'z hududimdagi fuqarolarni o'zimning shaxsiy akkauntimga a'zo qildirib, ushbu akkaunt orqali hududdagi fuqarolarni kiberjinoyatchilik yo'nalishi bo'yicha ogohlantirib kelmoqdaman. Ushbu ishlarimiz natijasida mahallamda hozirgi kunga qadar kiberjinoyatchilik yo'nalishida jinoyat sodir qilinmagan bo'lib, kelgusida yana nafaqat o'zim mahallam, balki boshqa mahallalarni tuman miqyosida, viloyat miqyosida ham targ'ibot ishlarini olib borib, shu fuqarolarni firibgarlarning qurboniga aylanib qolmasligini oldini olish bo'yicha keng ishlarni olib boraman. Bugun kamtarona xizmatlarim yuksak baholanib, boshqarma boshlig'i tomonidan esdalik qo'l soati bilan taqdirlandim. Bu menga kelgusida yana ushbu kiberjinoyatchilik yo'nalishi bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish uchun motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Qolaversa, kelgusida mahalla hududida bitta ham jinoyat sodir etilmasligiga va'da beraman. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslar bilan doimiy profilaktik ishlarni amalga oshirganligi va ular tomonidan takroriy jinoyat sodir etilishini oldini olish, tuzalish yo'liga kirganlarni muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilish va tuzalish yo'liga o'tmagan, qilganiga pushaymon bo'lmagan, sud tomonidan yuklatilgan taqiq va cheklovlarni doimiy ravishda buzib kelgan nazorat ostidagi shaxslarni jazo turini og'irga almashtirish va respublika miqyosida yuqori natijalarga erishganligim sababli bugun boshqarma boshlig'i tomonidan rag'batlantirildim. Boshqarma boshlig'i tomonidan bu kamtarona xizmatim yuqori e'tirof etildi. Ushbu e'tirof men uchun katta motivatsiya bo'ldi. Kelgusida 2 karra kuch bilan vatanimga, xalqimga xizmat qilaman. Men hozirgi kunda Vobkent tuman Istiqlol mahallasi fuqarolar yig'inida xizmat faoliyatimni amalga oshiryapman. Xizmat faoliyatim davomida xizmat hududida tezkor ma'lumotlar orqali giyohvandlikdan bog'liq 2 ta holatni shaxsan o'zim aniqladim. Bugun mana shu qilgan kamtarona mehnatlarim, xizmat vazifamni boshqarma boshlig'i tomonidan esdalik qo'l soati bilan taqdirlandim. Ushbu taqdirlanganim bois bundan keyingi faoliyatimda ham ishlarimga yanada jadal kuch bilan xizmat faoliyatimni amalga oshiraman. Yig'ilish yakunida tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqilib, kun tartibidagi yo'nalishlar yuzasidan yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda viloyat hududida jamoat xavfsizligi, xususan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida Buxoro tumanida inson sha'ni va qadr-qimmatini toptash, o'zganing shaxsiy hayotiga tajovuz qilish orqali oson daromad orttirishni ko'zlagan shaxslarning jinoiy harakatlariga chek qo'yildi. Xususan olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, bir fuqaro uning sir saqlanishi lozim bo'lgan shaxsiy tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, ommaviy ravishda sharmanda qilish bilan qo'rqitayotgan shaxslar ustidan xabar bergan. Ushbu shaxslar tasvirlarni tarqatmaslik evaziga jabrlanuvchidan tovlamachilik yo'li bilan jami 2000 AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni talab qilib kelishgan. Holat yuzasidan maxsus tezkor tadbir ishlab chiqildi. Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan ushbu operatsiya natijasida oldindan o'zaro jinoiy til biriktirgan 2 nafar gumonlanuvchi jabrlanuvchidan talab qilingan pulning 3 million so'mni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida
qo'lga olindi. Tadbir davomida gumonlanuvchilardan birining yonidan jabrlanuvchi tomonidan berilgan ushbu 3 million so'm pul hamda jabrlanuvchining shaxsiy ma'lumotlari saqlab kelingan bir dona uyali aloqa vositasi xolislar ishtirokida hujjatlashtirilib, qonuniy tartibda olib qo'yildi. Hozirgi vaqtda mazkur gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'chalar, bozorlar va avtoshoh bekatlarida nazorat. Buxoroda patrul post xizmati xodimlari profilaktik reydlar o'tkazmoqda. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati mas'ullari tomonidan aholi gavjum joylarda inson hayoti va sog'ligi uchun xavfli bo'lgan buyumlardan foydalanishning salbiy oqibatlari yuzasidan keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Jarayon davomida ko'chalarda fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot o'rnatilib, huquqiy savodxonlikni oshiruvchi maxsus vizitka va eslatmalar tarqatildi. Ko'p qavatli uylar atrofida joylashgan veloturargohlarda profilaktik tadbirlar o'tkazilib, aholiga velosiped va bolalar aravachalarini ochiq holda qarovsiz qoldirmaslik bo'yicha tushuntirishlar berildi. Tadbir davomidagi tekshiruvlarda avtomashinalardan birida bita saqlanayotganligi aniqlandi va holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Shuningdek, viloyat markaziy bozorida ham profilaktik tadbirlar olib borilib, hududlarda avtomashinalarni qulflamagan holda qoldirmaslik zarurligi haydovchilarga tushuntirildi. Yoz mavsumi munosabati bilan suzish havzalarida baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga viloyat ma'muriy markazi hududlarida kuchaytirilgan patrullik tashkil etildi. Viloyat avtoshoh bekatida ham qizg'in targ'ibot ishlari olib borildi. Jarayonda shubhali harakatlangan fuqarolar o'rganilib, tekshiruvlar natijasida yonida o'tkir tig'li buyumlar olib yurgan shaxslar aniqlandi. Ushbu fuqarolar shahar 3-sonli ichki ishlar bo'limiga olib borilib, ular bilan yakka tartibda profilaktik ishlar olib borildi. Shu bilan birga respublika miqyosida o'tkazilayotgan tadbirning eng asosiy maqsadlaridan biri aholi salomatligi va genofondini mustahkamlash bo'lib, bugungi kunda yoshlar o'rtasida tobora tarqalib borayotgan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish, noqonuniy narkolaboratoriya, giyohvandlik vositalarining onlayn savdosi, zakladchiklarni tezkorlik bilan aniqlash ham muhim yo'nalishlardan biridir. Tungi vaqtlarda fuqarolarning erkin harakatlanishi, uy-joy daxlsizligi, mol-mulklarining ishonchli himoyasi ham va eng asosiysi kun bo'yi davom etgan mashaqqatli mehnatdan so'ng tinch va osuda dam olishlarini ta'minlash ham xodimlarning asosiy xizmat burchi hisoblanadi. Profilaktik tadbirlar davomida xodimlar tomonidan o'z patrullik xizmat yo'nalishlarida targ'ibot ishlari olib borilib, 5000 dan ortiq firibgarlik, kiberjinoyatchilik qurboniga aylanib qolmaslik, korrupsiya, tilanchilikka qarshi kurash mavzularidagi bukletlar tarqatildi. Tadbirlar doirasida avto yuvish shoxobchalarida xizmat ko'rsatayotgan ishchilar va mijozlar ishtirokida ham mulkiy xavfsizlik yuzasidan targ'ibot ishlari tashkil etildi. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbirlari doirasida Romitan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi jinoyat fosh etildi. Xususan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Romitan tumanining Qumrabod mahallasi hududida yashovchi gumonlanuvchining yashash xonadoni va tomorqasi ko'zdan kechirilganda, u o'zining ekin maydonida 6 tup taqiqlangan kannabis giyohvandlik o'simligini qonunga xilof ravishda parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu o'simliklar taqiqlangan giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlangan. Shuningdek, gumonlanuvchining yashash xonadonida quritish maqsadida saqlab kelinayotgan 94 grammdan ortiq miqdordagi o'tkir hidli yashil rangli ashyo aniqlanib, xolislar ishtirokida tegishli tartibda ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki qonunga xilof faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, kuchukcha Stop Narkobot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan call markaz ishonch telefonlariga xabar berishingizni so'raymiz. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan keng qamrovli xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbirlari davomida Kogon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qonunbuzarlik holatiga chek qo'yildi. Gap shundaki, Kogon shahar Mirzo Ulug'bek mahallasida joylashgan xonadonlarning birida bir guruh shaxslar yig'ilib o'tirgan vaqtda ularning xatti-harakatlari va shu hududda xizmat olib borayotgan xodimlar shubha uyg'otgan. Xolislar ishtirokida o'tkazilgan tekshiruv davomida gumonlanuvchilardan birining yonidan kelgusida sotish maqsadini ko'zlamay saqlab kelinayotgan. Ekspertiza xulosasi
xulosasiga ko'ra sof vazni 8 grammga yaqin bo'lgan ko'p miqdordagi gashish giyohvandlik moddasi topilgan. Shuningdek, xuddi shu manzilda bo'lgan boshqa bir gumonlanuvchining cho'ntagidan og'irligi 11 grammga yaqin bo'lgan marixuana o'simligi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki qonunga xilof faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan Kol markaz ishonch telefonlariga xabar berishingizni so'raymiz. Respublikamiz hududlari bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida Jondor tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor profilaktik tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida tumanning Po'lati mahallasida yashovchi fuqaro o'z yashash xonadoni tomorqasidagi issiqxonada qonunga xilof ravishda kannabis o'simligini ekib, parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu o'simliklar tarkibida faol tetragidrokannabinol giyohvandlik moddasi mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi hududida muomalasi taqiqlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra ashyoviy dalil sifatida olingan o'simliklar 6 tubdan iborat bo'lib, markaziy poya va ildizga ega ekanligi, shuningdek bo'yi 20-70 sm-ni tashkil etuvchi giyohvandlik vositasi ekani tasdiqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki qonunga xilof faoliyat haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan Kol markaz ishonch telefonlariga xabar berishingizni so'raymiz. Xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida navbatdagi jinoyat fosh etildi. Xususan, G'ijduvon tumanida joylashgan tikuv fabrikalaridan birining kiyinish xonasida o'g'rilik jinoyati yuz bergan. Hozir shu haqda. 2004-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi xonada hech kim yo'qligidan foydalanib, o'zi bilan birga ishlovchi hamkasbiga tegishli bank plastik kartasini yashirincha o'g'irlab olgan. U jabrlanuvchining dugonasi bo'lganligi sababli karta parolni oldindan bilgan. Shundan so'ng u G'ijduvon tumani markazida joylashgan bankomatdan 3 marotaba pul yechib, jabrlanuvchiga jami 1.200.000 so'm miqdorda moddiy zarar yetkazgan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida jinoyatni sodir etgan shaxs qisqa muddatda aniqlanib, qo'lga olindi. 3-may kuni hamkasbim bilan birga oziq-ovqat magaziniga bordik. U bilan birga oziq-ovqat mahsulotlaridan xarid qildik. Hamkasbim olgan oziq-ovqatlarini bank kartasi orqali to'lov qildi. Sotuvchiga aytgan maxfiy parolini eslab qoldi. 14-may kuni pul zarur bo'lganligi sababli ishxonamizda qarovsiz qoldirilgan hamkasbimni bank kartasini oldim. Ichidagi bor pulini bankomatdan yechib oldim. 15-may kuni hamkasbimni bank kartasini etib joyiga qo'ydim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Hamkasbimdan ham uzr so'rayman. Davlatimizdan ham qilgan ishimdan afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, o'z shaxsiy buyumlaringiz va bank plastik kartalaringizni qarovsiz qoldirmang. Jinoyat uchun jazo muqarrar ekanligini unutmang. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida joriy yilning 3-iyul kuni G'ijduvon tumanida probatsiya guruhi hisobida turuvchi shaxslar ishtirokida profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Ushbu tadbir orqali fuqarolarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, to'g'ri yo'lga boshlash va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish maqsad qilindi. Uchrashuvda jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudining sudyasi, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i hamda tuman Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari ishtirok etdilar. Tadbir doirasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotgan jami 5 nafar shaxsning ishi qonuniy tartibda ko'rib chiqildi. Sud qaroriga ko'ra, ularning 2 nafariga nisbatan tayinlangan jazo choralari og'irroq turdagi jazoga almashtirilgan bo'lsa, qolgan 3 nafari tegishli jazoni ijro etish muassasalariga qaytarildi. Shuningdek, tadbir davomida tuman kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'limi bilan hamkorlikda probatsiya hisobidagi ishsiz fuqarolarni ijtimoiy
ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularni halol mehnatga jalb qilish maqsadida maxsus mehnat yarmarkasi ham tashkil qilindi. Yarmarkada nazorat ostidagi 7 nafar shaxs muqim ish o'ringa joylashtirildi. Yana 2 nafar fuqaroga esa ma'no markazlarida zamonaviy kasb-hunarlarni o'rganishga yo'llanmalar topshirildi. Bu kabi samarali hamkorlik va amaliy yordamlar xato qilgan insonlarning sog'lom turmush tarziga qaytishi va jamiyatda o'z munosib o'rnini topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi migratsiya va personallashtirish departamenti hamda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi migratsiya va personallashtirish boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan Vobkent va G'ijduvon tumanlarida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida pasport viza tadbirlari o'tkazilmoqda. Dastlab tadbirga jalb qilingan xodimlarga xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy rioya qilingan holda xizmat olib borish yuzasidan tegishli ko'rsatma hamda topshiriqlar berildi. Tadbirlar davomida chet el fuqarolari mehnat faoliyatini amalga oshiradigan korxonalar o'rganilib, xorijiy fuqarolar hamda ularni qabul qilishga mas'ul bo'lgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalari yuzasidan profilaktik tushuntirishlar berildi. Shuningdek, hududlardagi mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari va boshqa joylashtirish vositalarida pasport viza qoidalariga rioya etilishi tekshirildi. Mas'ullarga mahalliy va xorijiy fuqarolarni qabul qilish tartiblari hamda ularning ma'lumotlarini e-mehmon elektron dasturiga to'liq va o'z vaqtida kiritib borish muhimligi tushuntirildi. Shu bilan birga tumanlarda istiqomat qiluvchi aholining yashash manzillarida xonadonbay tizim asosida o'rganishlar olib borilib, yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish qoidalariga amal qilinishi hamda pasport viza tizimi talablari buzilishining oldini olishga qaratilgan manzilli tadbirlar amalga oshirildi. Joriy yilning 1-iyul kunidan to 1-avgust kuniga qadar xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari davom etmoqda. Ushbu tadbirda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi migratsiya va personallashtirish boshqarmasi va uning quyi tizimdagi shahar tuman xodimlari tomonidan Buxoro viloyati barcha hududlarida pasport viza tadbirlari davom etmoqda. Ushbu pasport viza tadbirlarida barcha xonadonlarda, shuningdek korxona tashkilot muassasalarida, shuningdek viloyat hududida mavjud bo'lgan mehmonxona, hostel va uy oilaviy mehmonxonalarida kelayotgan chet el fuqarolari va fuqarolar bo'lmagan shaxslar, shuningdek boshqa viloyatdan kelib vaqtincha istiqomat qilayotgan shaxslarning shart-sharoitlari o'rganilib, ushbu 2025-yil 10-iyulda qabul qilingan 1074 sonli qonunimizda mazmun-mohiyati tushuntirilib, targ'ibot ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qarori talablari asosida nogironligi bo'lgan va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning murojaatlari joyiga chiqqan holda o'rganildi. Sayyor xizmat ko'rsatish orqali ularga yashash manzillarida identifikatsiya ID kartalari rasmiylashtirilib berildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida dasturini tomosha qildingiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Navbatdagi dastur orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.